damlarda biz ijodiy jamoamiz a'zolari bilan birgalikda Toshkent viloyatining Piskent tumanidamiz. Bugun yoshlar masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilar ekan, yoshlarni o'zlarini qiziqqan yo'nalishlari bo'yicha imkoniyat yaratib berilganda va mana shu imkoniyatdan foydalangan yoshlarimiz bugun muvaffaqiyatga erishmoqdalar. Piskentda biz shunday muvaffaqiyatga erishgan yoshlarimiz bilan yaqindan tanishamiz. Bugungi kunda Toshkent viloyatining Piskent tumanida 104.065 nafar aholi bo'lib, ulardan 50% ga yaqinini, ya'ni 51.638 nafarini yoshlar tashkil qiladi. 2026-yilning boshida Piskentda 310 nafar ishsiz yoshlar aniqlangan bo'lib, bugungi kunda ularning 263 nafari ish bilan ta'minlandi. Aynan hozir biz e'tiboringizga mamlakatimiz rahbari tomonidan yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan foydalanib, kundan kunga rivojlanishdan to'xtamayotgan tadbirkor Saidqosim Qodirov bilan yaqindan tanishtiramiz. Saidqosim bugun Piskentda bir nechta o'quv markazlariga asos solib, xususiy maktab ochishga ham muvaffaq bo'lgan. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar juda ham cheksiz bo'lyapti. Bilasizmi, hozir bir yilda prezidentimiz bizga 2 barobar chiqib, "Labbay farzandlarim" deyapti. Eng qizig'i, hamma kerakli sharoitlar yaratib berib turib, yana nima taklifingiz bor deb so'raydi. Shaxsan o'zim davlatimiz rahbari bilan suhbatlashganimda, undan oldin bilasizmi, juda ham ko'p imkoniyatlarni aytdi. Men o'zimni tanishtirib bo'lgandan keyin davlatimiz rahbaridan "Nima taklifingiz bor Saidqosim" degandan keyin shokka tushib qoldim. Sababi o'zi taklif berishga uyaladigan darajada sharoitlar yaratib bergan. Shulardan bittasi ko'mak loyihasi. Men ko'mak loyihasidan foydalanib, bitta o'quv markazini oyoqqa turg'izib oldim. Bittasini shu darajaga qildimki, o'quv markazidan xususiy maktab darajasiga olib chiqdim. Bu ham yoshlarga berilgan imkoniyatlar bir namunasi. Piskent tumani chekka hududlardan biriga kiradi. O'sha chekka hududlarda, chekka qishloqlargacha biz o'quv markazi ochdik. Nimadan ochdik? Biz o'zimizning sarmoyamizdan emas, mana shu davlatimiz rahbarining yaratib berayotgan imkoniyatlari va bizga berayotgan ishonchlarini yuzaga chiqarish, ko'rsatib berish nuqtai nazaridan qila oldik. Yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar haqida gap ketarkan, 2025-yilda yoshlar bandligini ta'minlash uchun banklar va yoshlar ishlari agentligiga 400 million dollar yo'naltirilgani, yoshlar biznesi va kelajakka qadam dasturlari hisobidan 15 ming nafar yosh o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yib, 50 ming kishini ish bilan ta'minlaganini alohida ta'kidlash joiz. Bugun o'z biznesimni ochaman degan yoshlarga barcha imkoniyatlar yaratilgan. Ko'pchilik aytishadi menga, "Saidqosim, shunaqa ishlar qilyapsan, yoshing nechida, 40 tamisan, 50 tamisan" deb hazilomuz gapiradi. Men endi 30 ga kirdim, cho'chimadim. Nega cho'chiyman? Sababi biz yoshlarga berilayotgan imkoniyat, biz yoshlarga ko'rsatilayotgan ishonch bu cho'chishga emas, g'ayrat, shijoatimizni ko'tarishga yordam beryapti. Sababi davlatimiz rahbari o'zlari biz yoshlarning orqamizda turib cho'chimanglar. Bitta yoshni o'zgartirsa, o'sha meni yutug'im deydi. Biz o'sha gaplaridan shijoatlanib, davlatimiz rahbari yaratib berayotgan sharoitlarni ko'rib turib, biz o'zimizga cho'chishmas, mustahkam iroda olib turib, jamoamiz bilan birgalikda harakat qildik. Ayni damda biz aynan Saidqosimning ikkinchi filiallariga keldik, o'quv markazini. Bundan 1 yil avval Saidqosimning o'quv markazlari va maktablari soni kamroq edi. Bugun esa ancha o'zgarishlar bor. Aynan xalqaro olimpiadalarni uyushtirish bo'yicha ham katta natijalarga erishgansiz Saidqosim va bir narsa meni hayron qoldiryapti. O'shanda ham Matiz avtomobili edi, hozir ham Matiz avtomobili. Bunaqa avtomobildan eng zo'rini 5-6 tasini xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Meni qiziqtirayotgan narsa investitsiyani yo'naltirish, yondashuvingiz. Gapirib bering. Avtomobilni ko'paytirish osonmi? Maktabni ko'paytirish osonmi? Sizga savol berayman. Ovqat yeyish osonmi, qilish osonmi? Yeyish oson. Biz hozir ovqat qilib olarak, keyin yeyishga o'tamiz, xudo xolasa. Biz hozir fokusimiz vaqtinchalik narsalarga emas, kelajakka qaratilgan desam, o'zim maqtab olgan bo'lmayman, lekin haqiqatan o'zim hozirgi holatim bo'yicha boradigan joyimga mana shu mashinam borib olib kelib turibdi. Biz jamoamiz bilan oldimizga qo'ygan maqsadimizga ortiqcha narsalar, hattoki mana siz aytganingizdan keyin men e'tibor berdim. Haqiqatan 1 yil oldin shu mashina dedim. 5 yil oldin ham shu mashina dedim. Menimcha universitet ochganimcha shu mashinada bo'lsam kerak. Ota-onalar investitsiyani farzandga kirishadi. Ba'zilari hashamatli uy, avtomobillar, ba'zilar esa mana shulardan tiyilgan holda investitsiyani o'zlarining farzandlariga qilishadi. Kattaroq, uzoq maqsad uchun. Hozir siz aynan o'quvchilarga qilyapsiz investitsiyani o'zingiz uchun ham va xalqqa manfaatli bo'lishi uchun ham.
to'g'rimi? Eng katta boyligim dedingiz, aynan sizning o'quvchilaringiz ertaga kelib sizda o'qituvchi bo'lib yetishi. Siz ularni bilasiz, qanaqa o'qitganingizni va qanaqa natijaga erishganingizni. Shuning uchun ularni o'zingizga olasiz. Ular ham meni biladi, xohishimizni biladi, jamoani xohishini, kelajakda nimani kutayotganimizni biladi, ishonib. Hozir aytyapman-ku, bir 70% oshig'i o'zim shogirdlarim, ishchilarim. Bu muhitda ham bir ajoyib o'zgacha olib borishga xizmat qiladi, katta xizmat qiladi bu. Juda ham yaxshi. Said Qosim ayni kunlarda tadbirkorlarni bir oltin qoidasiga rioya qilyaptilar, ya'ni har bir filialda o'zlarini boshqaruvchilarni qo'yganlar. O'zingiz boshqarmaysiz. Eng zo'r tadbirkor o'zi bo'lmasa ham ishi yurib turadigan tadbirkor deyishadi. Ham jismonan ham ruhan ham bir o'zimga qiyin bo'lishini tushunib yetdim. Hozir bilasizmi, juda ham erkinroq bo'ldim. Sababi men safarlarga chet davlatlarga chiqib ketsam ham ishim to'xtamaydi. Zo'r bo'lsa bo'ladi, lekin hech qachon yo'qligim bilinmaydi. O'quv markaziga keldik. Aynan ko'mak loyihasi bo'yicha ochilgan o'quv markazimi bu? 120 million sudda olgansiz. Nechta o'quv markazingiz bor hozir? Hozirgi kunda 5 ta o'quv markazim bor. Maktab? Maktab bitta. Bitta maktab 5 ta. Ikkinchisi xudo xolasa keyin siz ochib qo'yamiz. Keyin universitet ham. Albatta. Said Qosimning shu darajaga kelishida yaxshigina qo'llab-quvvatlaydigan qo'shtirnoq ichidagi kattakon tanishlari yoki bo'lmasa kattagina mablag' ham bor bo'lsa kerak degan fikrga borayotgan bo'lsangiz aytib qo'yay, siz qattiq yanglishyapsiz. Piskentning Saidobod nomli chekkagina qishlog'ida istiqomat qiladigan bu yigitchaning shu darajada muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lib yetishida uning qat'iyati, oilada olgan tarbiyasi va shu bilan birgalikda mamlakatimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlar sabab bo'ldi. Men dastlab ochganimda norasmiy ochganman o'quv markazi. Keyin 2017-yil rasmiylashtirganman. Undan oldingi holatda 3-4 yil norasmiy, chunki qonun qoidalarini bilmaganmiz, tushuntirilmagan bizga. 2017-yildan keyin prezidentimiz yoshlarga chiqishlari qildi. Birinchi chiqishlaridan keyin o'sha yerda o'zimizga kuch olib turib, hamma narsani qonuniy qildik. Rasmiy ravishda salkam 10 yildan beri faoliyat yurityapmiz. Norasmiy 15 yilga yaqinlashib qoldik. Men jamoamda. Shu vaqt oralig'ida bizni shogirdlarimiz bizdan chiqib, ko'rsatmalar olib, o'quv markazi ochman. Piskatimizda hozir 10 dan ziyod o'quv markazi bo'lsa, 5 tasi o'zimizni shogirdlarniki. Ya'ni tizim bitta. Tizim bitta bo'lsa, maqsad bitta bo'ladi. Hammamiz maqsadimiz mana shu Piskentimizga, yurtimizga naf tegadigan yoshlarni yetkazib chiqarish. Hozir ko'rib turgan binoyingiz tashlandiq bo'lib 30 yildan beri foydalanilmayotganida, markazdagi ushbu binodan Said Qosim unumli foydalanishga qaror qilib, uning ikkinchi qavatini o'quv markaziga aylantirdi. Ushbu o'quv markazini esa Said Qosim ishongan yana bir yoshimiz boshqaradi. Said Qosim aka bilan birgalikda mana shu Piskent markazida bir filiallar rahbari sifatida ishlamoqdaman. Hozirgi kunda o'quv markazimizda 15 dan ziyod o'qituvchilar, 400 ga yaqin o'quvchilar hozir ustozlardan ta'lim olib kelishmoqda. Shu yerning o'zida 400 dan ortiq. Shu yerning o'zida 400 ga yaqin o'quvchilar ta'lim olishmoqda. O'sha maktabida qanday ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, qaysi fanlarga ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, deyarli barcha fanlarimiz bor. O'sha matematika, ingliz tili, rus tili, kichik yoshdagi o'quvchilarimiz uchun digital arifmetika va kichik yoshdagi o'quvchilarimiz uchun English Kids kurslarimiz ham alohida ochilgan bu yerda. Qarang, o'qituvchilik qilish boshqa, lekin o'quv markazini boshqarish boshqa narsada. Shunaqa. Qiyin bo'lmayaptimi? Qancha bo'lib bu yerda ishlayotganingiz? Bu yerda ishlayotganimizda Said Qosim aka bilan o'zi faoliyatimizni birgalikda boshlaganimizda 5 yildan ortdi. O'qituvchi sifatida birgalikda ishlayotgandik. Boshqaruvni qanday qiyinchiligi mavjud? Boshqaruvda qiyinchilik albatta o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Ustozlar bilan ishlash, o'quvchilar bilan ishlash, alohida masala. Uchinchi tomon bor, ota-onalar bilan ishlash, 3 ta tomonlama ishlashga to'g'ri keladi. Va har doim baribir o'sha qiyinchiliklarga yengishda maslahat olamiz ustozlarimizdan, yaqinlarimizdan, mana shu sohada faoliyat yuritayotgan uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan insonlardan maslahatlar olib turib, biz faoliyatimizni yurityapmiz hozirgi kunda. O'qituvchilarni boshqarishda, o'quvchilarni boshqarishda avvalambor mening yondoshim shunaqa, katta vazifa yuklamasdan kichik o'sha Yaponiyani Kaizen degan metodi bor. O'shanga xos bo'lgan yo'lni tutishga harakat qilaman. Ya'ni kichik o'zgarishlar orqali katta natijalarga erishish. Ya'ni birdaniga katta yuklamalar bermasdan, kichik yuklamalar berish orqali o'zgarishga erishish niyatidamiz, shu maqsad qo'yganmiz o'zimizga.
Hozirgi kunda o'rtacha insonning bir narsaga chalg'imay diqqat qaratish vaqti bor yo'g'i 8,25 soniyani tashkil qiladi. Taqqoslash uchun odatda baliqchaning diqqat fokusini aytadigan bo'lsak, 12,9 soniyaga teng. Kaliforniya universiteti tadqiqotlariga ko'ra, odamlarning raqamli qurilma qarshisida bir kontentdan ikkinchisiga chalg'ish vaqti 2004-yilda 2,5 daqiqa bo'lgan bo'lsa, bugunga kelib bu ko'rsatkich 47 soniyaga tushib qolgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bugun biz ta'lim berayotgan avlodning diqqati akvariumdagi baliqchanikidan ham qisqaroq. Bizda bor yo'g'i 8 soniya vaqt bor. Agar o'quv markazi o'qituvchisi darsning dastlabki 8 soniyasida o'quvchini qiziqtira olmasa, u bolani butunlay yo'qotadi, chunki uning xayoli allaqachon cho'ntagidagi telefon ichiga kirib bo'lgan bo'ladi. Hozir yoshlarni eshitish kerak. Eshitadigan bo'lsak, ular bilan ko'p narsa ish qila olamiz. Agar eshitmasak, mana bu telefonda bo'lar bo'lmas narsalarni eshitib turib, boshqa birovlar olib qo'yishi mumkin bolalarimizni. Bizni jamoamiz uslubi, chunki hammamiz bitta bo'lib shu bilan harakat qilyapmiz. Bolani eshitish, bola bilan suhbatlashish. Bola bilan xuddi shunday suhbatlashish kerakki, o'zingizni uchun eng aqlli odam bilan qanaqa qilib o'tirgan bo'lsangiz, shunaqa o'tirib, xayolingizni uni gapiga anaqa qilib, xato gapirsa to'g'rilab, to'g'rilaganda ham urishib berib to'g'rilash kerak emas. Bolaga aytish kerak. To'g'ri-yu, lekin bunday qilsa yaxshiroq bo'ladi-yu desangiz, kimda o'ylaydi-da, gapirayotgan odam ustozda. Ha deb turib, to'g'rilashga o'zi harakat qiladi. Hozirgi o'quvchilar dunyoqarashi ham keng. Endi ularga ozgina yo'nalish berish kerak. Mening maqsadim, jamoamiz maqsadi, uslubi shu, ularga ota-onasidan ham agar bu joyi ota-onalar eshitadigan bo'lsa, ming bor uzri, ota-onasidan ham ko'proq eshitish ularni. Ijtimoiy tarmoqlar hozir ular ko'ngildagidek kontaktlar chiqaryapti-da. Ko'ngildagidek bo'la olyaptiki, telefonga bog'lanib qolgan. Endi biz tirik ustozlar bo'lib turib, ko'ngildagidek bo'la oladigan bo'lsak, ular ham bizning ko'nglimizdagiday bo'la oladi. Abituriyentlik davrimda Said Qosim ustozdan matematika va fizikani o'rganganman. Sirtqi ta'lim asosida universitetga kirdim va ustozim birinchi kursligimdan o'zlarini oldilariga ishga chaqirdilar. Sirtqi ta'lim bo'lgani uchun bu ancha bo'sh vaqtimda o'quvchilar bilan ishlayman. 4-kursni bitirdim. 4 yildan beri matematika fanidan kichik yoshdagi o'quvchilarga dars berib kelaman. University party tonight. Enjoyed party tonight. Aha. Boshida kam o'quvchidan boshlaganmiz. Ustozimga assistent bo'lib kirgandim. Keyin uyga oylik topshiriladi. Ota-onam "Sani puling juda ham barakali" deyshadi-da. Ancha ko'p oyligim, Xudoga shukr. 15-20 million olasizmi? Bor. Ha, juda ham yaxshi. E'tibor bergan bo'lsangiz, avvallari ota-onalar o'z farzandlari ta'limini ko'proq yosh katta o'qituvchilarga ishonib topshirganlar. Bugun aynan yosh o'qituvchilarning o'qib kelayotgan avlod bilan tezroq muloqotga kirishib, bilimlarini ham yetkazib bera olishlari osonlashmoqda. Bunga bir nechta sabablarni keltirib o'tishimiz mumkin. Yosh o'qituvchilar bugungi avlod vakillari bilan bir xil tilda gaplashadi. Ular o'quvchilar qiziqadigan trendlar, memlar, o'yinlar va blogerlarni yaxshi biladi. Shu bilan birgalikda psixologik to'siqning mavjud emasligi. Avvalgi tizimdagi o'qituvchi mutlaq kuch, o'quvchi faqat eshituvchi degan avtoritar yondashuv hozirgi yoshlarga umuman to'g'ri kelmaydi. Yosh o'qituvchilar o'zlarini ustoz emas, balki mentor va do'st sifatida tutadilar. Bu esa sinfdagi qo'rquv va stressni yo'qotadi. Shuning hisobiga bugungi yosh o'qituvchilarning o'quvchilari ham yaxshigina natijalarga erishmoqdalar. Ancha yildan beri shug'ullanadigan o'quvchilarim natijalari ko'tarilgan. Chunki o'zim ham har yili sertifikat topshiriladi. Milliy sertifikatlarimiz bor. O'zim ham milliy sertifikat topshirdim. Oxirgi o'quvchilarim natijasini aytayin. Ikkita o'quvchim Dubayda xalqaro olimpiadadan biri chempionlikni oldi, oliy o'rin. Ikkinchisi esa ikkinchi o'rinni olib kelishdi. Ikkalasi ham 3-sinf o'quvchilarim. Noyabr oyida bo'lganda. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasida viloyatlar o'rtasida bo'ladigan olimpiadalarda oxirgi safar 8-mart kuni bayram munosabati bilan o'tkazilgan olimpiadada 14tasi birinchi o'rin, qolganlari ikkinchi va uchinchi o'rinlar bilan taqdirlanib kelishdi. Ha, ayam kira bir o'sib, to'g'rimi? Ha, yoki 3B ham ko'p xatmi, bir xatmi? Bir xat. Nega? Ular ko'paytma. Mana shu bir nechta bir xatlarda yig'indisi yo ayirmasiga nima deyiladi? Ko'p xatlar deyiladi. Necha pulgacha olib berasiz o'qituvchilar? Ha, o'qituvchilarimiz 3 milliondan tepaga qarab ketadi. O'quv markazida ingliz tili o'qituvchilarimiz 20 milliongacha oladi. Lekin psixet holatida qanaqa deyiladigan bo'lsa, psixet holatiga bu yaxshi. Bizda o'rtacha oylik 5 million. 3 million oladigan o'qituvchilarni ixtiro qilsa, u unga ham zo'r. Nega desangiz, u talaba. U grantda o'qiydi, stipendiyasi bor. Bu yoqda ham o'zini stajirovkasi oshiradi, o'zini ustozi, o'zini muhitlari bilan, o'zini xohishi.
Said Qosim asos solgan o'quv markazi va maktabning boshqa maktablardan nima farqi bor? Chunki aynan farqli tomon o'quvchilarning intellektual salohiyati bilan birgalikda ularning tarbiyasida ham aks etadi va shu bilan birgalikda ularni jalb qila oladi. Bizni o'qitish metodimiz hamma o'qituvchilarimizni asosan tajribasiga asoslanadi. Boshida boshlaganda bitta kitob, keyin boshqa kitob, qaraydi, mana shu kitobda shu joyi bo'lsa yaxshi bo'lar edi deydi. Keyin aytadi, bu kitobda bunaqa joyi bo'lsa yaxshi bo'lar edi deb aytadi. Men oldimga kelishadi. Aytaman, og'ayni, o'sha joyda kitobni to'ldirishga senga nima xalaqit beryapti? Ideal kitobni o'zing yoz. Keyin bir sizlarga ko'rib, ustozlarga ko'rsatib, tasdiqlatib, o'zing foydalanishingga qo'llaymiz. Ya'ni biz ideal kitobimizni o'zimiz ustozlaridan o'zimizga kerak joyini olib turib qo'llanma yasaganmiz. Biz o'qituvchilarimiz shunaqa. O'quv markazimizni boshqa o'quv markazlaridan eng katta ajralib turadigan joyi 80-70% o'quvchilar qaytib kelgan bizga. Boshida o'qigan o'quvchilarimiz institutlarda kerak bo'lsa magistraturalarni bitirib hozir bizda ishlayapti. Bizning maqsadimizni biladi. Ya'ni biz o'zimizda o'qiyapti. Men juda ham ko'pchilikka faqirlanib, xursand bo'lib aytadigan joyimiz. Biz o'zimizda o'qiydi, bakalavr bitiradi, magistraturani bitiradi. Hozir men qo'limda ishlayapti. Meni maqsadimni biladi, uni ham maqsadi shu bo'ladi. Ya'ni bir-birimizga kelishimiz osonroq bo'ladi. Vaqt tez o'tyapti. 4 yil, 5 yil hech narsa bo'lmay qoldi. Haqiqatan kelib hozir ishlayapti. Bizning jamoamiz juda ham yosh. Eng yosh kattalari o'zim desam ham bo'ladi. 70-80% o'zim shogirdlarimiz. Eng yosh o'qituvchingiz necha yoshda? 19 yoshda. Endi e'tiboringizga mana bu bir xonalik o'quv markazini havola etamiz. Ko'mak dasturi asosida tashkil qilingan ushbu joyda 100 nafar o'quvchi ta'lim oladi desam ishonasizmi? Aynan bu yerdagi har kungi darslarning puxta reja asosida tashkil qilinganligi ta'kidlab o'tilgan raqamlardagi o'quvchilarni hech bir qiyinchiliksiz o'qishiga sabab bo'lmoqda. 1 yil bo'lib qoldi ochilganiga va bu yerda 100 ga yaqin o'quvchilar tahsil olishmoqda. O'zingizlar ko'rdinglar, qanaqa uzoq joy, chekka joy. Shunga qaramasdan o'quvchilar kelajagiga qadam qo'yish uchun o'quv markazimizda o'ziga kerakli bilimlarni olib kelishmoqda. 100 ga yaqin o'quvchi bor. Hamma fanlar bor. Shunday yoshgina yigitcha mana shu kichik xonada sifatli va samarali ta'lim tizimini boshqarishi oson bo'lmasa kerak degan xayolga borayotgan bo'lsangiz, yanglishasiz. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor, lekin shunga yarasha mas'uliyati ham bor. Bolalarni yutug'i biz uchun ham yutuq, albatta. Ahamiyat qaratilgan narsa bu yerda ota-onalar bilan suhbat. O'quvchining ota-onasiga e'tibor berib, har haftada bir qo'ng'iroq orqali gaplashib, farzandi o'quvchisi haqida ma'lumot olishadi. Uydagi ta'lim tarbiyasi bizaniki o'zi asosan bilimga emas, ta'lim tarbiyaga ham qaratilgan. Mana shu ta'lim tarbiya uyda qanaqa ko'rsatilyapti, uyda qanaqa ishlayapti va ko'chada qanaqa ishlanayapti. Shu jumladan ajralib turamiz. Mamlakatimiz tomonidan yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar shu darajadaki, hattoki nafaqat yurtimiz miqyosida, balki xalqaro aloqalarni, xalqaro bilimlarni almashinuv yo'lga qo'yilgan. Said Qosim, gapirib bering. Albatta, bu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari xususan bu tashabbusimizga Xitoy davlati ham qo'shilgan. Yaqinda tez orada Xitoy davlati bilan birgalikda olimpiadalarni davom ettirish, boshlash niyatlarimiz bor. Aynan olimpiada doirasida ular kelishadimi, sizlar bo'lasizlarmi? O'quvchilar o'zaro bellashishadi. Futbol turnirlariga o'xshab tur bo'ladi. Kelishib olamiz. Boshida birinchi Qozog'istonga boramiz, misol uchun Tojikiston, Qirg'iziston o'sha bal to'plab boradi. Bu yerda o'quvchilarda birinchi o'rin diplom, ikkinchi o'rin diplom emas, turlar bo'yicha bal to'planadi va o'sha eng yuqori natijaga erishgan o'quvchilarimizni shunaqa rag'batlantiramiz. Qanday rag'batlantirasiz, aytib bering? Shuni aytib bergandan ko'ra sizga eshittirmoqchiman, shu qahramonimizdan bittasi kutubxonada hozir mutolaa qilyapti. Ulardan so'raymiz, qanaqa rag'batga erishdilar, shuncha bilim olib, ketsak. Buni qarang, ham bilimli, ham qo'shimcha rag'batga ega bo'lsangiz, bunday imkoniyatni hattoki bizning ota-onalarimiz ham orzu qilishmagan bo'lishsa kerak. Chet davlatlarga xalqaro olimpiadalarga borib, jamoamiz bilan, maktab bilan qatnashib kelamiz. Bulardan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkiya, Dubay kabi chet mamlakatlarga borib turib, faxrli o'rinlarni egallab, Dubayga sayohat kabi yutuqlarni qo'lga kiritib kelamiz. O'zim uchun Dubay, Qozog'iston, Tojikiston kabi davlatlarga bepul sayohatni qo'lga kiritib, dam olib kelganman. Tekinga hammasi. Unaqa natijaga erishish uchun qanaqa o'qish kerak? Men o'ylayman, bu natijalarga erishishlik uchun
majburan emasda, odam o'zi xohlab o'qishi kerak deb o'ylayman. Telefon tutmas ekansiz, a? Ha, Telefoningiz yo'q. telefonim bor. Sertifikat topshirish davomida telefondan kamroq ishlatishga, foydalanishga harakat qilaman. Ijtimoiy tarmoqlardan ham deyarli foydalanmayman. Faqatgina gaplash uchun. Faqatgina gaplash uchun. Kim o'rgatdi sizga buni? O'zingiz bildingizmi yoki ota-onangiz aytdimi yoki maktabdagi o'qituvchilaringiz aytishdimi? Ha, men o'zim uncha qiziqishim yo'q edi ijtimoiy tarmoqlarga. Keyin atrofimdagi o'rtoqlarimni foydalanayotgan ko'rib turib, yaxshi emasligini his qilganimdan keyin o'zim ham qiziqishim qolmadi. Undan ham qiziqroq narsalar ko'pligiga amin bo'ldim, ishondim. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda diplomat bo'lmoqchiman. Bundan tashqari oliy maqsadlarimdan biri Piskentda birinchi bo'lib turib, Garvard universitetiga grantga kirgan talabalardan bittasi bo'lmoqchiman. Shu kutubxonada bir necha yildan beri faoliyat ko'rsataman. Yillar davomida men 3 ta farzandli bo'ldim. Farzandlarim dunyoga kelishidan avval uyimizda har doim kitob bo'lgan. Undan avval men har doim uyda ham bo'sh vaqtimda bolalarni tarbiya qilish, bog'chaga chiqarish vaqti, maktab vaqtida har doim badiiy kitob o'zim o'qiganman. Uxlatish vaqtida bolalarim, farzandlarim kitob o'qib uxlatganman. Motorxon maktabga ilk qadamlarni qo'ygandan yuqori sinflarga o'tgan vaqt davomida maktab darsliklaridan tashqari badiiy kitoblardan foydalanib o'qib kelgan, men talab qilganman, uyda ham bo'lgan. O'zimizdan ko'rib farzandlarimni kitob o'qishga men talab qilardim. Yoshligidan bugun qancha kitob o'qiding, nima o'qiding? Shu zaylda davom etib, mana qizim Mottarxon 8-sinfdan bilim olishni shu maktabda davom ettirib, qisqa vaqt ichida yuqori natijalarga erishib kelyapti. Bundan juda ham minnatdor biza. Qizim Mottarxonni bu maktabda o'qib, qolaversa mana kutubxonamizdagi qo'shimcha badiiy kitoblardan ham o'qib foydalanadi. Darsliklardan tashqari badiiy o'zbek adabiyot namoyandalarini o'qiydi. O'qib bulardan ta'sirlanib, she'rlar ham yozib turadi. Badiiy asarlarga. Xudo xolasa ustozlari bilan kitob chiqarish niyatlari bor. Bugungi avlodni eski usullar o'qimasang yaxshi ishda ishlamaysan yoki diplom kerak kabi qo'rquv va baholar bilan motivatsiya berib o'qitolmaysiz. Ular axborot ummonida yashaydi va har bir soniyasi uchun nima yutishini aniq bilgisi keladi. Bugungi avlod video o'yinlar muhitida katta bo'lmoqda. U yerda har bir topshiriq uchun mukofot, yangi daraja yoki level beriladi. Ta'limda ham shu tizimni qo'llash kerak. Quruq baho o'rniga hafta chempioni, eng kreativ fikrlovchi, xatolardan qo'rqmas kabi raqamli yoki jismoniy nishonlar berilmoqda hozir o'quv markazlari shu bilan birgalikda xususiy maktablarda agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Agar o'quvchi o'rganayotgan mavzusini hayotda unga nima foydasi borligini tushunmasa ham u o'qigisi kelmaydi. Ingliz tilidagi grammatikani shunchaki qoida sifatida emas, bu bilimdan foydalanib qanday qilib Elon Muskga Twitterda xat yozish mumkin tarzda o'rgatish lozim. Yoki bo'lmasa shunchaki imtihon topshirish emas, kurs yakunida tayyor mahsulot yaratish. Masalan, IT kursida o'z o'yinini yaratish, til kursida chet ellik tengdoshi bilan video intervyu tayyorlash shular jumlasidandir. Bizning bugungi qahramonimiz ham o'zining bilim va tajribasiga asoslangan holda o'quvchilarga o'qish uchun motivatsiya beradi. Men otam rahmatlining gapi bor edi. Nimadandir qiynalsam aytar edi. Agar Saidqosim oson bo'lganda hamma qilar edi deydi. Qiyinki o'quv markazlar, xususiy maktablar kam. Yoshlarimiz adashib qolyapti. Har xil yo'nalishlarga kirib ketib qolyapti. Buning sababi nima desa, eng katta sababi mana shu telefon. To'g'ri foydalanishgan o'quvchiga do'st u telefon. Lekin afsuski, noto'g'ri foydalanish mana men o'zim qancha shogirdlarim, yaxshi shogirdlarim ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri foydalanib, qimorda o'zini oilasini yoki do'stlarini qiyin ahvolga solib qo'yayotgan holatlarni ko'p ko'rdim. O'quvchilarimga aytaman, Beruniy, Ibn Sino davrlarida telefon bo'lmagan, lekin ularni qilgan ishlari hozirgi texnika qilib bera olmayapti. Chunki fikrlash doirasi keng bo'lgan ularda. Hozir texnika zamoni, foydalanish kerak. Uni ham odam o'zi to'g'ri foydalanib, o'zini boshqara oladigan holatda foydalansa, bu boshqa narsa. Men birinchi kelajakni va o'tmishni ko'rsataman. Chiroyli holat bo'ldi, Instagramga qo'ydim. 2006-yil kundalik yozish boshlagan ekanman-da. O'zimni shunaqa qildim, bunaqa qildim. Keyin ko'chish jarayonida qayerdadir qolib ketgan ekan. Shunday holat bo'ldi. Uni men topib oldim. Bir burchaklardan topib oldim.
Bunday ochib qarasam yozgan ekanman 2006-yil. Dadam Toshkentdan sovg'a qildi. Men bu kitobga eng qiziq joylarim yozaman degan ekanman-da, keyin sanasigacha yozib qo'yibman. O'quvchilarimga ko'rsatdim shuni. Qarang, 2006-yil yozganman, 11 yosh bo'lganman o'sha vaqtda. Yozganman, yana bir joyni o'qib ko'rib berdim ularga. 2006-yil 10-noyabr men bugundan yaxshi inson bo'lishga harakat qilaman. Yaxshi inson bo'laman deb yozib qo'yibman. Men ularga aytdim-da, o'quvchilar dedim, men bu ishni qanchalar qildim yoki qila olmadim, lekin men qaysi tomonda bo'lganim ko'proq muhim. Sizlar ham xuddi shunaqa deyman ularga. Qilayotgan amallaringizni nimaga bog'liq, sizning niyatingizga bog'liq deyman. 2013 gacha yozgan ekanman. Qatga o'qishga borganman. Misol uchun o'qishga pul topa olmaganim uchun kafelarda ishlaganimni, o'sha kafeldan haydab olmaslik uchun haligi jon berib ishlaganlarimni hammasi yozgan ekanman. Endi sizlar sharoit qanaqa bo'lgan? Sizlarda hozir qanaqa holatda? Sizlar qanday bo'lishingiz kerak? Mendan 100 barobar zo'rmi sharoitlaringiz? Demak, sizlar 100 barobar zo'r bo'lishingiz kerak. O'tmishini ko'rsataman, kelajagini ko'rsataman. Faktlar bilan ko'rsatib, kimdir ko'zi ilg'amaydigan odamni uzoqdan olib keltirib, shuni bilasanmi degandan ko'ra men ko'proq maktabimga o'sha insonlarni o'zini olib kelaman. Suhbatlashtiraman. Oldin qanaqa bo'lgansiz? Aytib bering ularga. Chunki bilasizmi, bir muvaffaqiyatga erishgan 80% odam qiynalganda, qiyinchilik ortidan shu narsaga erishgan. Bugun ta'lim berish shunchaki bitta xonada ma'ruza o'qish yoki biznes yuritish degani emas. Akvariumdagi baliqchadan ham tezroq chalg'iydigan, cho'ntagidagi butun bir raqamli dunyo bilan yashaydigan yangi avlodning diqqati uchun kurashdir. Katta avlodning oltin tajribasi va yoshlarning shiddatli kreativligi birlashgan joydagina haqiqiy ta'lim sodir bo'ladi. Bugungi yoshlar har doimgidan ham aqlliroq, texnologiyalar esa kuchliroq bo'lishi mumkin, ammo ularga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, motivatsiya bera oladigan ustozlarga talab hech qachon yo'qolmaydi. Berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda rivojlanishdan to'xtamayotgan yoshlar esa aynan yangilanishlar ummonida o'z yo'llarini topib muvaffaqiyatga erishmoqdalar. Biz keyingi ko'rsatuvlarimizda ham mana shunday yoshlar faoliyatini e'tiboringizga havola etishda davom etamiz. Omon bo'ling.